Aqlsiz ayol, nodon ayol bu erkakka aql o'rgatuvchi ayol deb hisoblayman. Bugungacha agar mana qancha dars, qancha narsa yozgan bo'lsak, Amir opa erkaklarga ham nimadir gapirib chiqing hech qachon deyman. Hech qachon erkaklarga aql o'rgatmayman, chunki bu mening ishim emas. Shunday kuzataman, loyihalaringizda, podkastlaringizda ham asosan ayollarga yo'llaysiz. Tavsiyalaringizni ham, maslahatlaringizni ham ayollarga yo'llaysiz. Chunki biz o'zimizni o'zgartirishimiz kerak deb hisoblayman. Biz o'zimizni boy qilishimiz kerak, ya'ni ichki dunyomizni boy qilishimiz kerak. Biz o'zimizni dunyo qarashimizni, fikrimizni o'zgartirsak agar, atrof o'zgaradi. Oilada dono ayol biladiki, donoligini, aqlini erkakdan bir pog'ona past bo'lish uchun ishlatadi. Hech qachon u bilan teng bo'lishga yoki undan baland bo'lishga ishlatmaydi. Faqat erkaklar shuni to'g'ri tushunishi kerak va ayolni qayerdadir o'qishida aqlli bo'lib ketadi degan narsadan qo'rqishi kerak emas. Ayol aqlli bo'lsa ham u hech qachon senga aql o'rgatmaydi. Ya'ni erkakka aql